Dollarlarning sirli tarixi: qanday qilib yashil qog'oz dunyo valyutasiga aylandi? Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz siz bilan aynan shu savolga javob izlaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari 1776-yil mustaqillikka erishgan paytlarda hali dollar yo'q edi. Har bir shtat o'z pullarini chiqarar edi, ammo bu tartibsizlik iqtisodiy falokatga olib keldi. Nihoyat 1792-yil 2-aprel AQSh Kongressi Coinage Act, ya'ni tangalar to'g'risidagi qonunni qabul qiladi. Bu qonun bilan AQSh dollarlari rasmiy milliy valyuta sifatida tan olinadi va AQSh minti tashkil etiladi. Ammo e'tiborli jihat shundaki, dastlabki dollarlar qog'oz emas, kumush va oltindan yasalgan tangalar bo'lgan. Chunki insonlar faqat real qiymatga ega narsalarga ishonardi. 1861-yil AQSh fuqarolar urushi avjida. Davlatdan na oltin va na kumush yetarli edi. Hukumat urush xarajatlarini qoplash uchun zarur bo'lgan oltin va kumush tangalarning yetishmasligiga duch keldi. Shu sababli 1861-yil iyul oyida Abraham Linkoln va Kongress bir tarixiy qaror qabul qildi. Birinchi marta garovsiz qog'oz pullar $50 million Diamond Notes chiqarishni tasdiqladi. Endi esa sizni o'ylantirgan savol: nega bu qog'oz pullar yashil rangda edi? Javobi qiziq bo'lsa, hoziroq videoga like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yashil rang tanlanishining sababi u so'nmaydi, tezda quriydi va qalbakilashtirishga qarshi turadi. Shuningdek, bu rang barqarorlik va ishonch ramzi sifatida qabul qilinadi. Shu bois bugungi dollarlar ham aynan yashil rangda. Ammo bu faqat boshlanishi edi. Insoniyat endi qog'oz pulga ko'z yumib ham ishonishni o'rgandi. 1933-yil Buyuk depressiya davrida prezident Franklin Ruzvelt AQSh fuqarolariga oltinga egalik qilishni taqiqlaydi. Barcha oltin zaxiralari davlatga topshiriladi. Nega deysizmi? Chunki dollar endi to'liq davlat kafolatiga o'tar edi. 1971-yil 15-avgust Prezident Richard Nixon tarixdagi eng muhim qarorlardan birini qabul qiladi. AQSh dollarlari endi oltin bilan bog'lanmaydi. Ya'ni dollarlarning oltinga ayirboshlanishi to'xtatiladi. Bu qaror bilan Bretton Woods tizimi yakunlanadi va dollar fiat money, ya'ni hech qanday fizik aktiv bilan ta'minlanmagan valyutaga aylanadi. 1974-yillarda esa AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasida kelishuvga erishiladi. Neft endi faqat dollarlarda sotiladi. Bu esa petrodollar tizimini yaratadi va dollarlarning global talabini oshiradi. Natijada dollar dunyo savdosining markaziga aylanadi. Bugun dollar nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy qurolga aylangan. Dunyo savdosining 50% dan ortig'i dollarlarda amalga oshiriladi. Neft, gaz, oltin hammasi dollarlarda narxlanadi. Dunyo valyuta zaxiralarining taxminan 58% AQSh dollarlarida saqlanadi. Yashil qog'oz oddiy bir banknot emas, balki global iqtisodiyotning yuragi. Uning tarixi bizga moliyaviy tizimlar qanday shakllanishini va o'zgarishini ko'rsatadi. Kelajakda dollar o'z mavqeini saqlab qoladimi yoki yangi valyutalar sahnaga chiqadimi? Buni esa vaqt ko'rsatadi. Agar sizga ushbu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha